Salom do'stlar, Pythonda web framework yozish kursining navbatdagi darsiga xush kelibsiz. Bu darsda biz sizlar bilan Custom Exception Handler degan mavzuda gaplashamiz. Hozir shu turishda bizda birorta handler bo'lsa-yu, deylik, exception throwing handler deymiz. Requestni qabul qiladi, response'ni qabul qiladi va birorta exception tashlab yuboradi. Endi biz hozir o'zimiz raise exception qilib qo'lda tashlayapmiz bu exceptionni, lekin deylik kutilmagan holat bo'ldi. Mana bu yerda qanaqadir kod yozgansiz va u kod qanaqadir exception tashlayapti. Unga route qo'shamiz. Exception degan route beraylik va mana shu handlerimizga request yuboradigan bo'lsak, uning uchun men JUnicorn'ni yoqishim kerak. Undan oldin esa virtual environmentni yoqishim kerak. Endi JUnicorn main app deydigan bo'lsam, mana JUnicorn'imiz yondi. Endi localhost 8000 deydigan bo'lsam, mana home page'ga kirdi, lekin o'sha biz hozirgina yaratgan exception degan URLga kiradigan bo'lsam, va bunaqa xunuk internal server error degan yozuv chiqadi. Biz nima qilsak bo'ladi bu holatda? Biz foydalanuvchilarga mana shunaqa exceptionlar tashalganda, throw bo'lganda, qanaqadir custom handler ishlatishni imkoniyatini bersak bo'ladi. Masalan, deylik bizda on handler emas, on exception degan handler bor. U request qabul qiladi, response qabul qiladi va uchinchi parametr sifatida o'sha tashalgan exceptionni klassini exception class deylik qabul qiladi. Va mana shu yerda response tekstini o'sha exception tashalgan klassni stringga aylantirib response sifatida qaytarib oladi. Deylik bizda shunaqa custom exception handler bor va uni biz frameworkimiz orqali add exception handler degan metod orqali registratsiya qilib qo'yishimiz mumkin. Biz shundan nimani kutamiz? Mana shu on exception metodini exception handler sifatida registratsiya qilib qo'yganimiz uchun birorta handlerda mana bunaqa qilib exception tashladigan bo'lsa, bizga mana bunaqa default internal server error degan narsa chiqmasin-da. Mana bu handler ishlab ketib, biz mana bu ichida nima kod yozgan bo'lsak, ana shu kod ishlab ketsin degan ma'noda shunaqa feature qo'shmoqchimiz frameworkimizga. Demak, har doimgidek kelinglar sizlar bilan unit test yozaylik. Dev test exception custom exception handler deymiz. Exception handler. Har doimgidek app va test clientni qabul qiladi. Mana bularni copy paste qilsak bo'ladi hammasini. Demak, bizda exception handler bor. O'sha exception handlerda registratsiya qiladigan add exception handler metodi bor va exception tashlaydigan birorta mana user yaratadigan handler bor. Endi biz mana shu handlerimizga request yuborsak bo'ladi test client orqali. Get deymizda http test server/exception deymizda. Ana endi tekshirsak bo'ladi. Response tekstini response text teng bo'lsin. Biz classni stringga kelinglar sal tushunarliroq bo'lishi mana shuni birorta hard coded stringga aylantirib qo'ysak. Something bad happened degan string bo'lsin. Va response tekstni xuddi shu something bad happened degan stringga tengligini tekshirib qo'yamiz. Endi testlarimiz yurg'izadigan bo'lsak, JUnicorn'ni to'xtatib bytest test app id degan bo'lsa, mana kutilgandek add exception handler degan mana bu metodni aytyapti. Shunaqa metod yo'q deyapti. Ana, unit testimiz taxminan tayyor bo'ldi. Mana bu yerda main payni ichida ham bitta misolimiz bor. Brauzerga kirib tekshirsak bo'ladi. Ana endi implement qilishdan boshlasak bo'ladi. Birinchi o'rinda biz mana buni implement qilishimiz kerak. Ya'ni mana on exception degan yoki boshqa nomlik custom
handler berilganda biz uni saqlab olishimiz kerak va handler qanaqadir exception tashiganda o'shani tutib olib registratsiya qilingan handlerni chaqirib qo'yishimiz kerak. Taxminan planimiz o'shunaqa. Demak, birinchi custom exception handlerni saqlagani birorta variable ochib olamiz init payni ichida, defaulti none bo'lsin. Va kelishganimizdek mana bu yerda def add exception handler degan metod qo'shamiz. U birorta exception handler olish kerak birorta. Va shunchaki tepada yaratgan exception handler variable'ga saqlab qo'ysa yetarli. Mana bu metodni biz yaratdik mana. Endi testimizni yurg'izsak, nima xato chiqarkin ko'ramiz. Hop, mana failed dedi. Attribute error some exception dedi. Hop. Browserga kiradigan bo'lsak, hali JUnicorn yoqqanimiz yo'q. Endi nima qilishimiz kerak? Endi exception handlerlardan tashalganda handler chaqirilgan joyda agar exception bo'ladigan bo'lsa, uni tutib olib, Pythonda tutib olish try catch orqali qilinadi, try except orqali qilinadi. Except clause'ga tushadigan bo'lsa, biz registratsiya qilingan handlerni tashlab yuborishimiz kerak. Demak, qayerda bizning handlerlarimiz chaqiriladi? Handlerlarimiz mana chaqiriladigan joyi. To'g'rimi? Mana shu yerda chaqirilgan joyda biz try deb turib exceptionni tutib olib except deymiz. Except se deylarmidi Pythonda? Hop, esimdan chiqib qolibdi. Hozir tekshira olamiz. Python try except. Anchadan beri Pythonda bunaqa kod yozmaganimga sal esimdan chiqib qolibdi. Demak, hop, общий exceptionni tutib olamizda, hamma exceptionlarni tutib olamizda, se desak bo'ladi menimcha. Va mana shu yerda mana exception sodir bo'ldi. Endi biz tekshirishimiz kerak. Agar biz birorta exception handler registratsiya qilgan bo'lsak, is not none bo'lsa, ana shuni chaqirib qo'y. Self exception handler request response va tashalgan exception. Tashalgan exceptionni biz mana bu yerda deb saqlab oldik. Agar exception handler registratsiya qilinmagan bo'lsa, ya'ni u none ga teng bo'ladigan bo'lsa, biz shunchaki o'sha tashalgan exceptionni yana bir marta raise qilib yuborishimiz kerak. Chunki biz uni mana bu yerda tutib olgan edik. Hech qanaqa custom exception handler yo'q. Shunga dashni tashlab yuborishimiz kerak, raise qilib yuborishimiz kerak. Taxminan kodimizni yozdik. Endi mana bu yerga kirib testlarimizni yurg'izadigan bo'lsak, mana testimiz o'tganini ko'rishingiz mumkin. Browserga kirib tekshiramiz. JUnicornni yoqaman. Mana bu yerga exception degan handlerga kirsam, some exception chiqdi. O'sha eski katta qilib yozilgan anaqani o'rniga biz mana bu yerda tashlagan exceptionimizni teksti chiqdi. Ana custom exception handler featureimiz ham tayyor. Buni yanada bitta step oldinroqqa olib chiqaman desanglar, nima qilsanglar bo'ladi? Mana bu yerda shunchaki birorta tekstiga to'g'rilab qo'ymasdan qanaqadir template tayyorlab, mana bu yerda HTML template tayyorlab, chiroyliroq formalarni yozib, ana shuni o'tgan safar yaratgan template degan metod orqali responsga berib yuborsanglar bo'ladi. Shunda mana bu yerda chiroyliroq birorta HTML template chiqadi. Masalan, GitHubda bor edi, adashmasam. Mana 404 bo'lganda mana bunaqa page chiqadi. Sizlar ham xuddi shunaqa qilib misol yaratishingiz mumkin. Ana shunda yordam beradi shu custom exception handler. Ya'ni mana bu yerda yoziladi-da, if response status code 404 bo'ladigan bo'lsa, ana shu templateni ishlat. Agar boshqa status code bo'ladigan bo'lsa, boshqa templateni ishlat deb chiroyliroq templatelar yaratsanglar bo'ladi. Hop, lekin bitta kamchiligi, templatelarimiz hali CSS, JavaScript kabi static fayllarni support qilmaydi.
uni hali qo'shganimiz yo'q. Shu narsani menimcha keyingi darslarimizda ko'rib chiqamiz. Statik fayllarni qo'shishni implement qilamiz. E'tibor uchun katta rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.